marketingning yo'qligining yaqqol misoli. Ya'ni ularga marketing kerak emas. O'zbekistonda anchadan beri ishga tushishi rejalashtirilayotgan avtoraqam platformasi ishga tushdi. Dam olish kunlari ko'pchilik avtomobil haydovchilari chiroyli avtomobil raqamlarini uncha qimmat bo'lmagan, lekin nisbatan qimmat bo'lmagan, lekin bir существенный summaga sotib olishdi onlayn tartibda. Kechadan boshlab turib, GAI deb aytamiz, o'sha GAI xizmatlari orqali ushbu avtomobil raqamlarini fuqarolarga berish, tashkillashtirish kerak edi. Avtomobil raqamining narxi 12-13 million pul turgan avtomobil raqamlarini sotishni tashkillashtirish juda ham yomon darajada tashkillashtirildi. Avtomobil haydovchilari ertalab 7-8 dan kelib kechqurun 8-9 gacha navbatlarda turishga majbur bo'lishdi va hattoki o'sha GAI xodimlarining kerak bo'lgandan keyin turasizlarda, yoqmasa qaytib ketishingiz mumkin degan gaplarni ham eshitishga majbur bo'lishdi. Bu aynan mana shu marketingning yo'qligining yaqqol misoli. Ya'ni ularga marketing kerak emas. Boshqa avtomobil raqamini olish mumkin bo'lgan boshqa imkoniyat bo'lmagandan keyin hamma majburlikka o'sha yoqqa borishadi, ko'chada sovuqdami, issiqdami turishadi, navbatda turishadi, qiyin ahvolda ko'chada turishadi va o'sha navbatda turib o'sha avtomobil raqamini shuncha pul to'lab ham kutib olishga majbur bo'lishadi. Albatta, bu narsa juda ham achinarli holat. Monopolist bo'lganingizdan keyin, boshqa joydan bu narsani xarid qilib bo'lmagandan keyin mana shunday harakat qilishadi.